Travers avtomobil o'qildik bir kun oldin. Travers olingandan keyin nima ishlar qiladi, barchasi qilib berdik. Kamida shunaqa inomarka minaydi, videomizga like bosib, videomizni kuzating, bunga qilingan ishlarni birma-bir aytib o'tib ketaman. Bu mashinamizga salon qismiga, ya'ni monitorlarga kartlar o'rnatib berdik. Undan tashqari salon laminatsiyalar qilib berdik. Rullarga perforatsiyalik rulchiqo'llar qilib berdik, idealni. Hamda qulaylik uchun elektronika noshkalar o'rnatib berdik. Tashqi qismiga abrisovkalarga setka, Pobeda Malibu signallar, Pandora signal datalar nastroykalar qilib berdik. Mashinamiz qora desk ko'rinishi uchun fara hamda duxolarga 30% lik bron plyonkalar, ya'ni qora otsenka to'ladigan tortib berdik. Bolt Energy, realniy energetik, tozasi. Travers avtomobilimiz haqida kommentariyga eng yaxshi ma'lumot qoldirgan hamda like ko'paygan ikkita obunachimizga 100 ming so'mdan shundoq beraveramiz. Ko'p inomarka minadigan akalarimiz so'rashadi. Aka, inomarkalarimizga qanaqa signal dasta o'rnatsak uzoq vaqt qulay xizmat qiladi degan akalamizga bir oz so'z bilan aytaman. Pandora signal dasta. Bilmaganlarga eslatib o'tamiz, telefon orqali, ya'ni telefonlaringizga ulab beramiz priglasheniyalarni. Telefon orqali bagaj, klimat kontrol, topливный sistema, даже ballonlaringiz necha davleniyga turadi, mashinalaringizning temperaturasi hamma yo'g'ini bilasiz. Даже GPSlargacha bu juda ham qulay. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, yaxshi kunlaringizda doimo Nice Car jamoasi xizmatlaringizda.